katta bog'larni ichi uchun va yokida katta daraxtlarni uchiga dorilarni sepish uchun karcher sistemalar va bemalol ana shu karcher sistemalar qiynalmasdan tortishligi uchun 7-6 kishilik original motoblok so'ragan akalarimiz uchun agroservis do'konlarida xuddi shunday komplektatsiyamiz tayyor bo'ldi aka. Ko'rib turganlaringlardek xuddi shunday komplektatsiyalarimiz juda ham arzon narxlarda, optim narxlarda tarqatib yuborilmoqda. Hozirda sizlarga bularning qisqacha ma'lumotini berib, narx-navolar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Motoblogimiz yoqilib turib bizim bo'ladi. Bizim boklari 5 litrlik. Yurg'izish joylari zavod orqali yarim taroqga zavod yetib oladi. Vozduxning filtrlari massivniy qilib ishlangan. Massivniy filtrlariga 50 gram, 100 gram qo'yib bergan bo'lsanglar, motoringlar uzoq umr xizmat qilishiga sababchi bo'ladi. Motorlari 170 F motor qo'yib jihozlangan. Motorlarda moydachilargacha ham qo'yilgan bo'ladi. Korobkalari katta 450 litalik korobka qo'yilgan. Skorlari oldiga 2 tadan, orqaga 1 tadan skor qo'yib jihozlangan. O'tiradigan, oyoq qo'yadigan joylari temirdan qilib ishlangan. Aravalarni ulab qo'yganmiz. Dishlari 32 lik frutni o'rtasini teshib, dishlar qilib ishlangan bo'ladi. Balonlari katta mashina balon qo'yib ishlangan. Qanotlari juda ham baquvvat. Qanotiga bitta odam chiqsa ham umuman egilib boshqa bo'lib ketmaydigan baquvvat arava bo'ladi. Aravamizni har tomoni tevasida 2 ga 4 profildan karkas qilingan, pastiga 5 ga 5 profildan karkas qilingan. Aravamiz orqa tomonlarini ochiladigan qilib berganmiz. Akalarimiz aytganligi uchun orqa tomonlarini xuddi shunday bitta bolt orqali ochiladigan qilib berganmiz. Orqa tomoniga 90 talik karcher sistemasi, ichiga 350 litrli yunqislargacha qo'yib qo'yganmiz. Bu aravamiz bemalol xuddi shu komplektatsiyalar ko'tara oladi. Aravamiz yuk ko'tarish sig'imi 1,5-2 tonnagacha yuklarni bemalol ko'tara oladi. Chuqurligi ham unga chuqurroq bo'ladi. Aravalarga qaraganda. Xohlaganlar boshqacha aravalarimiz ham bor. Bularni listlari yangi listdan foydalanilgan bo'ladi. Xohlaganlar uchun kontrakt listdan foydalanib ishlanganlari ham bor. Karcherlari Texa firmani o'zining karcheri bo'ladi. Yurg'izish joylari zavod orqali bo'ladi. Bog'liq turlari bizim boklari 3 litr qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, o'chirish yoqish knopkalari xuddi shunday bitta oddiy knopka orqali buni ham motoridan moydachilargacha qo'yib jihozlangan. Karcherlari aytib o'tganimdek katta 90 talik karcher bo'ladi. 2 kishi bemalol sepsanglar bo'ladi va bitta avrat narsa, bitta tortadigan bo'ladi va mashinalar yurish uchun bitta alohida tashlab ketilgan bo'ladi. Xo'p, shlanglari bemalol xohlagan jo'lasanglar bo'ladi. Hozirda o'zining komplektida 100 metrlik shlankasi va xuddi shunday nasatkasigacha ham qo'shib beriladi. Xohlaganlar xuddi shu 30 metrlik shlangni o'rniga 50 metrdan ikkita 100 metrlik qilib o'rab olsanglar ham bo'ladi. Narxlarda plyus-minuslari kelishi optim narxlarda qilib beriladi. Kimga xuddi shunday komplektatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konlarimizda ular narxlari $850 dan $1200 optim narxlarda qilib berilyapti. Motoblogning katta kichikligiga, aravani uzun, kalta, karcherlarning katta kichikligiga qarab narxlari qimmat yoki arzon bo'ladi. Kimga xuddi shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranning pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.